Bozor qanday tuzilgan va bu yerda pul qayerdan olinadi? Bitta narsani bilishingiz kerakki, kriptovalyuta bu kazino emas. Ya'ni u yerda o'zini iqtisodiyoti bor. Kriptovalyutani kapitalizatsiyasi 4 trillion dollarga teng. Bu juda ham ko'plab bozorlar. Mana misol uchun kiyim-kechak bozorini olib qarasangiz, kiyim-kechak bozoridan 3 baravarga katta bozor hisoblanadi kapitalizatsiyasi, ya'ni pul hajmi bo'yicha. Kripto investorlarga daromad olib keladigan tangalarning ortida haqiqiy real loyihalar va texnologiyalar yotadi. Va mana shu texnologiyalarda qatnashish uchun pul investitsiya qilinadi, ya'ni kriptovalyuta sotib olinadi va mana shu ishtirokingiz uchun daromad qilasiz. Faqatgina grafikni qayerga ketayotganini topish uchun emas. Oddiy misol tariqasida BNB USDT targoviy parasini olamiz. Men hozir Binance birjasidaman va mana shu yerda sizlarga ko'rsatmoqchiman. Agar siz iyulni boshidan BNB sotib olib qo'ygan bo'lganingizda hozir qariyb 130% daromad qilishingiz mumkin edi. Bu narsani amalga oshirish uchun sizda faqatgina fundamental tahlil, texnik tahlil va bir qator bilimlar bo'lishi kerak. Masalan, tangani orqasida qanaqa proyekt bor? Bu kriptovalyutani qiymati o'sishiga sababchi bo'ladigan omillar qanaqa? Mana shularni bilganingizda siz ham mana shu atigi 2-3 oy davomida 130% qariyb daromad qilishingiz mumkin edi. Va bunga o'xshash tangalar juda ham ko'p do'stlar. Keyingi darsda esa sizlarga qaysi tangalarni chetlab o'tish kerak va qaysi tangalarga sarmoya kiritish kerakligini aytib beraman.